Bugun ko'rsatgan ishtiyoq va futbolingizni inobatga olsak, kubokdan chiqib ketgan bo'lsangiz ham bu o'yin jamoangizning o'ziga xosligi va o'yin falsafasini yanada mustahkamladi deb hisoblaysizmi? Bilasizmi, men uchun avvalgi 2 mag'lubiyatdan so'ng jamoa bilan ko'p gaplashdik. Har bir futbolchi qanday futbol o'ynayotganimizni aniq tushunadi va biz o'z uslubimizga ishonamiz. Bugun buni maydonda ko'rishingiz mumkin edi. O'ylaymanki, barcha futbolchilar fantastik o'yin ko'rsatdi. Agar himoyada 2 futbolchini alohida ta'kidlashim kerak bo'lsa, ulardan biri 2 gol urdi. Biroq men Kubarsini albatta qayd etaman. U oldin bir necha o'yinni o'tkazib yuborishiga sabab bor edi. Endi esa hammasi joyida. Men aynan shunday munosabatni, aynan shunday mentalitetni ko'rishni istayman. This is the attitude I want, this mentality I want from him, because he's a fantastic talent. U dunyoning eng yaxshi markaziy himoyachilaridan biri. To'p bilan o'yinni qurish jarayonida esa ehtimol umuman eng yaxshisidir. Bugun u buni amalda namoyish etdi. It was amazing and really good to see that. Ikki savol. Bu mavsumdagi eng yaxshi o'yiningiz bo'ldimi? Va bugungidek o'ynab Barselona qolgan 2 sovrin, La Liga va Chempionlar Ligasini qo'lga kiritishiga ishonasizmi? So step by step, I think Qadam-ba-qadam oldinga boramiz. O'ylaymanki, La Ligada hali uzoq yo'l bor. Chempionlar Ligasida ham shunday. Ha, biz juda kuchli raqibga qarshi o'ynadik. Hozir men uchun eng muhimi keyingi o'yinga e'tibor qaratish. Bu Atletik Bilbao ham kuchli jamoa. Tiklanishimiz kerak. Har 3-4 kunda o'yin o'tkazyapmiz. Agar yaqin haftalar va oylar ichida turnirlarning hal qiluvchi bosqichlariga yetib borishni istasak, aynan shunday harakat qilishimiz shart. Hammasi tiklanishga bog'liq. Hammasi ishimizga to'liq e'tibor qaratishga bog'liq. Men jamoamdan aynan shuni ko'rishni istayman, chunki bugun ko'rganingizdek bizda yetarli sifat bor. about my team, so it's fantastic.